bugungi obzorimizda Xudo xolasa avvalondan 500 kilolik kabinaligimiz bo'ladi. Kabinaligimizlar qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kabinani bitta ko'rsatib mana yonlardan bitta ko'rsatib o'zini turishini holatini. 12 bo'ladi balonlari. Hakim narxlari 5 ta qo'yilgan bo'ladi bunga. Motor migalari 1200 bo'ladi. O'zini haqiqiy 1200 da bo'ladi. Salon holati. Salonlarimiz. Zadniga urganda orqa kamerani ham ko'rsatadi orqani. Panishniklargacha bor. Bo'shni. Oyoqda bo'ladi tormozi. To'g'rigilar so'rayapti, oyoqda bo'lsin deyapti. Buni holati. Qani ochgandan keyin bu juda oddiy puli. Yosh kattalar ham so'rashyapti, meni tinglaymanmi deb. Bo'ldi, mana shu holatda ro'shnoda tushiriladi. Dega uriladi. Dega urilib gaz boshlab bo'ladi. Yo'q, yurmaydi. Erdi bossa orqaga yuradi, orqaga yurganda albatta kamera ko'rsatadi mana. Mana kamera ko'rsatadi. Hozir quyoshning uchuncha ko'rinmaydi. Orqaga yurganda albatta ko'rsatadi. Endi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib olasiz. Pastdagi nomerlar orqali batafsil ma'lumot beramiz, xudo xolasa.